Buxariyda zikr qilingan bir hadis sharifda Samurat ibn al-Jundub radhiyallohu anhu shundaq degan. Hazreti Payg'ambar alayhissalom shundaq dedi. Men bu kecha tushimda ikki kishi ko'rdim. Ular mening yenimga kelishdi. Keyin ular meni tuz bir yerga chiqardi. Birlikda mangdiq. Oxiri bir qon daryosining oldiga keldik. U daryo ichida o'ri turgan bir kishi bor edi. Daryoning qirg'iqidimi bir odam bor bo'lib, uning oldida bir dövi tosh bor edi. Daryodagi odam uzib kelib sohilga chiqmoqchi bo'lganda, sohildagi odam uning og'ziga bir tosh otadi va uni burunqi joyiga qaytirib qo'yadi. Chiqish uchun har qitim sohilga qarab kelishi bilan tang, sohildagi odam uning og'ziga bir tosh otadi va u burunqi joyiga kelib qoladi. Men u ikki farishtaga bu nima ish dedim. Farishtalardan biri sen daryoda ko'rgan kishi o'sim yig'ichidir dedi. Shu unutilmasligi kerakki, payg'ambarimizning tushlari rost tushdir va uningga tushida ko'rsatilgan har narsa haqiqatdir va vahiydir. Agar bundoq bo'lmagan bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam haqiqiy bo'lmagan bir tushni Alloh saqlasinki bir suhbat yoki shundaqla aytilgan bir so'z bo'lib qolsin deb aytmaydi. Endi biz bu hadis ustida tahlil yurgizib boqaylik. Qondan bo'lgan bir daryo bor va bu qon daryosi ichida o'ri turgan butun dardi bu daryodan chiqish va qutulmoqchi bo'lgan bir kishi bor. Har qachon qutulish uchun sohilga yaqinlashgan hamon sohildagi kishi uning og'ziga tosh otadi. Daryodagi kishi bo'lsa burunqi joyiga qaytib qoladi. Va bu hodisa daryodagi kishi sohilga chiqmoqchi bo'lgan har qitim takrorlanadi. Xo'sh, undaqda qon daryosi ichida qilishga majburlangan kishining gunohi nima? O'sim bilan muomala qilish. Ey o'sim yiguvchi inson, endi sendan so'rab boqay. Bu azobga bardoshlik bera olamsan? Ahli jannat ko'llarida uzayotganda qon daryosi ichida qilishga sabr qila olamsan? Albatta sabr qila olmaysan. Madamiki sabr qila olmaysan, undaqda seni bu ahvolga tushirib qo'ydigan gunohni nima ish qilasan? Yoki bo'lmasa o'limning kelmaydiganligini va hisob so'tining echilmaydiganligini o'ylamsan? Yoki payg'ambarimizning so'zidan shubha qilib o'tamsan? Agar shubha ichida bo'lsang, shuni bilginki, u zot uningga vahiy qilingandan boshqani so'zlamaydi. U nima degan bo'lsa, shu to'g'ridir va haqiqatdir. Kelgin, o'sim gunohidan hozirla tavba qil va bu qabih gunohdan voz kech. Inshaalloh Allah seni afu qilib, qon daryosining o'rniga jannat ko'llarida uzdirar. Ya Rajab